Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Hammanglarning shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmasining tafsilotida bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayı Barin İnqilobining 32 yılı münasibati bilan e'lon qilgan axborotida har qaysi ellarda faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarini va keng avom xalqimizni Barin İnqilobining 32 yilligini xotirlash faoliyatlarini uyushtirish orqali Barin qahramonlarimizga bo'lgan seg'inish va hurmat tuyg'usini qayta namoyon qilishga chaqirildi. Qurultayning axborotida aynan mundaq deyilgan. Bu yil 5 aprel bo'lsa yaqinqi zaman tariximizdagi milliy ko'rishimizning ilhom buliqi hisoblangan Barin İnqilobining 32 yillik xotira kunidan iborat. Bugunga qadar Dünya Uyghur Qurultayı va har qaysi ellardagi Uyg'ur tashkilotlarimiz, siyosiy faoliyatchilarimiz ham avom xalqimiz har yili mushu kunda namoyish va boshqa shakldagi xotirlash faoliyatlarini izchil davomlashtirib kelgan edi. Dünya Uyghur Qurultayı bo'lish sifatimiz bilan har qaysi ellarda faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarini va keng avom xalqimizni o'zdir turishliq davlatlarning sharoiti yor bergan doira ichida Barin İnqilobining 32 yilligini xotirlash faoliyatlarini uyushtirish orqali Barin qahramonlarimizga bo'lgan seg'inish va hurmat tuyg'usini qayta namoyon qilishga chaqiramiz. Hammamizga ma'lum bo'lganidek vatanimiz Sharq Turkistonning Barin yezisida 1990 yili 4-oyning 5-kuni Zaydin Yusuf rahimahulloh boshchiligidagi vatanparvar o'g'lonlarimiz Xitoy kommunist hokimiyatining xalqimizga selayotgan dahshatli ig'ir zulmi, siyosiy besimi, irqiy kamsitishi, milliy va diniy jihatdagi yo'qotish siyosatiga qarshi qo'zg'alib, kurashchan Uyg'ur xalqining va jangovar ajdodlarimizning zulmga va mustamlikchilarga tiz bukmaydigan kurashchan ruhini namoyon qilgan edi. Barin İnqilobining 32 yillik münasibati bilan erkinlik, hurlik uchun kurash qilib, issiq qonlarini pido qilgan Zaydin Yusuf boshchiligidagi butun shahidlarimizni eslaymiz. Millatimizning sharpini qo'g'dash yo'lida kurash qilgan, Xitoy turmalarida va jazo lagerlarida zulm chekayotgan, Xitoyning ichkari o'lkalarida majburiy ishlamchilikka silinayotgan, ammo mustabid Xitoy hokimiyatining zulmiga aslo bosh egmagan qahramon o'g'il qizlarimizga Allohdan g'ayrat va sabr tilaymiz. Barin İnqilobi vatanimiz Sharq Turkistonda Xitoy mustabidlarining fashistlik hukmronligini og'dirib tashlab, Sharq Turkiston xalqining erkinligi, mustaqilligini qo'lga keltirish g'oyasi bilan o'ttirg'a chiqqan shonliq bir inqilob edi. Shundan buyon Barin İnqilobi Uyg'ur mustaqillik harakatining ilhom manbasiga aylandi. Sharq Turkiston xalqining erkinlik irodasining mangu sunmaydiganligini dunyoga jakarladi. Biz har yili bu shonliq inqilobimizni iftixor bilan xotirlagan vaqtimizda millatning irodasi va orzu-armoni yo'lida aziz jonlarini qurbon qilgan shahidlarimizni hurmat bilan eslaymiz. Zaydin Yusuf rahimahulloh boshchiligidagi qahramon o'g'lonlarimizga ehtirom bildiramiz. Shuning bilan birga Xitoy mustabidlari tomonidan shahid qilingan barliq vatan ichidagi aziz qarindoshlarimizga Janobi Allohdan u dunyolik rahmat tilaymiz. Xitoy zindonlarida va jazo lagerlarida hilmi aziyat chekayotgan fidokor azmatlarga arq tilaymiz. Barin İnqilobi yaqinqi zaman tariximizdagi milliy kurashimizning ilhom buliqi. Uyg'ur xalqi bu shonliq kurash dastonini abadiyan iftixorlanish tuyg'usi ichida yod etadi va Zaydin Yusuf boshchiligidagi aziz shahidlarimizning kurash irodasiga sodiqlik bilan vorislik qiladi. Hurmat bilan Dunyo Uyg'ur Qurultayı. 2020 yili 11-oyda Saudiya Arabistonda sababsiz tutqun qilinib Jidda shahridagi turmada yetayotgan Hamdullah Vali va Nur Muhammad Rozning oldini qabda poytaxt Riyodagi turmaga yetkazilishi ularning Xitoyga qaytarilishi mumkinligi haqidagi andishlarni yana kuchaytirdi. Xalqaro kechirim tashkiloti 23-mart kuni bu munosabat bilan Saudiya Arabiston hukumatiga jiddiy chaqiriq e'lon qilib, Hamdullah Vali bilan Nur Muhammad Rozini Xitoyga qaytarmaslikni talab qildi. 23-mart kuni e'lon qilingan bayonotda mundaq deyilgan: Saudiya Arabiston doiralari bu ikki Uyg'urni Xitoyga topshirib berish planini to'xtatishi kerak. Xitoy hukumati musulmon osonliq millatlarga rahimsizlarcha bostirish siyosatini qo'llanayotgan bu joyda ularning qiyin qistoqqa duch kelish xavfi intayin ig'ir. Xalqaro kechirim tashkilotining O'rta Sharq va Shimoliy Afrika rayonining muavin mudiri Lin Maluf bayonotidagi so'zda, bu kishilar agar Xitoyga avatilsa, ularning jazo lagerlari yoki turmalarga qamilishi va qiyin qistoqqa ilinishi mumkinligini eskartib, xalqaro qonunlarga asosan Saudiya Arabiston hukumatining qiyin qistoqqa uchrash xavfi sababidan Hamdullah Vali va Nur Muhammad Rozlarni Xitoyga topshirib bermaslik majburiyati bor. Saudiya Arabiston doiralari ularni Xitoyga qaytarib berish planini bekor qilishi va ularni turmadan darhol ozod qilishi kerak degan. Hamdullah Vali bilan Nur Muhammad Rozning Xitoyga o'tkazib berilish xavfi xalqaro kishilik huquq organlarining izchil andisini qo'zg'ab kelgan. Bo'libmi oldingi hafta Saudiya Arabiston doiralarining Jidda shahridagi Al-Dahbon turmasida tutib turilayotgan bu ikki Uyg'urni poytaxt Riyodga yetkazib kelganligi haqida xabar tarqalgandan keyin andishi yana kuchaygan edi. Ularning oil tavobatlari xalqaro kechirim tashkilotiga qilgan so'zlarida bu ikkisining 16-mart kuni Riyodga yetkazib ketilishining ularning Xitoyga qaytardiganligidan derak berdiganligini aytib, xalqaro jamiyatdan yordam talab qilgan.
Uyghur Hareketi Təşkilatının rəisi Roşan Abbas xanım və Dünya Uyghur Qurultayının sabiq baş təftişi, Amerikadakı Uyghur Tədqiqat Mərkəzinin müdiri Abdulhakim İdris əfəndim 3-cü ayının 17-ci günüdən 23-cü günügacha İspaniyanın paytaxtı Madrid şəhəri bilan Fransiyanın paytaxtı Paris şəhərində arqa-arqadan fəaliyyət ötküzüb, Uyghurlarning hozirgi ig'ir vaziyati, dunyodagi har qaysi davlatlarning Uyghur masalasiga bo'lgan pozitsiyasi va olgan tadbirlari to'g'risida ma'lumot berdi. Abdulhakim İdris əfəndi istansiyamizga qilgan so'zida Ispaniya bo'lsa Uyg'urlar haqida ko'p faoliyat bo'lib boqmagan davlat ekanligini. Shunga bu qitim Madriddagi eng cho'ng masjidda arqa-arqadan kishilik huquq tashkilotlari bilan ilib borgan yig'inlarda Uyg'urlarning ig'ir vaziyatini anglatgandan sirt, bundan keyin Ispaniyada nimalarni qilish to'g'risida muzokara ilib berilganligini bayon qildi. Abdulhakim İdris əfəndi Ispaniyadagi Amerika elchixonasining o'rinlashtirishi bilan 21 mart kuni Madriddagi Atom universitetida doklad berganligini, bu universitetda o'qiyotgan chet ellik o'quvchilarning nihoyatda ko'p ekanligini, ularning Sharq Turkiston masalasini qiziqib anglaganligini ifoda qildi. Abdulhakim İdris əfəndi yana 23 mart kuni Fransiyaning poytaxti Paris şəhərində Yevropa Uyghur Tədqiqat İnstituti bilan o'rtaq faoliyat ilib borganligini, faoliyatning yaxshi o'tganligini eskartib o'tdi. Roşan Abbas xanım bu vaqtda qilgan so'zida o'zlarining Gollandiya va Belgiyadagi faoliyatlarini oxirlashtirgandan keyin 17 mart kunidan 23 mart kunigacha Ispaniya bilan Fransiyada faoliyat ilib borganligini, Amerika elchixonasining yordam qilishi bilan o'tgan oydan hozirgacha Turkiya, Chexiya, Gollandiya va Belgiya qatorliq 10 ga yaqin davlatda faoliyat ilib borganligini eskartib o'tdi. 20 asrning 2-yarmida o'tgan donliq va munavvar Uyg'ur shoirlarining biri marhum Tiyibjon Eliyevning 1999 yildan buyon Avstraliyada yashab turayotgan kichik qizi Avstraliya Tangirtog' Uyg'ur xonim qizlari uyushmasining hay'at a'zosi Yulduz Tiyibjonning Janubiy Avstraliya millatlar idorasi tasdiqlagan va 2 yilda bir tarqatiladigan 2022 yillik untinsiz muvaffaqiyat mukofotiga erishganligi muhojiratdagi, jumladan Avstraliyadagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni alohida xursand qildi. Avstraliya ABC radio televiziya to'rining yaqinda tarqatgan xabardan ma'lum bo'lishicha, Xalqaro ayollar bayramini tabriklash faoliyatining bir qismi sifatida Janubiy Avstraliya millatlar idorasi va ko'p madaniyatlik jamiyatlar kengashi qatorliq bir qancha o'rin Adlay shahridagi har xil millatlardan bo'lgan 9 ayolni o'zlarining untinsiz muvaffaqiyat mukofoti bilan taqdirlagan. Mukofotlash murosimiga munosabatlik suratli uchurlarda 2022 yillik mukofotga erishgan bu faxrlik 9 ayol ichida Atlas ko'nglik va chiman do'ppilik latofatlik bir Uyg'ur ayol alohida ko'zga cheliqadi. Bu faxrlik ayol Janubiy Avstraliyaning Uyg'ur jamiyatida untinsiz xizmat qilib kelayotgan Yulduz Tiyibjon edi. Mazkur xabarda 2022 yillik mukofotga erishuvchilardan biri bo'lgan Yulduz Tiyibjon mundaq tonishtirilgan. Bu munavvar mukofot 1999 yili Sharq Turkistondan ko'chib kelgandan buyon Janubiy Avstraliyaning Uyg'ur jamiyatiga xizmat qilib kelayotgan. Avstraliya Tangirtog' Uyg'ur xonim qizlar uyushmasining musofirlar, bo'libmi ayollar va bolalar fidoyisi Yulduz Tiyibjonga berildi. U Sharq Turkiston davlat bayrami, kishilik huquq yig'ilishi, madaniyat kuni va iyon to'plash qatorliq qiyinchilikqa bolaga yordam berish qatorliq mahallaviy faoliyatlarni aktiv uyushtirdi. Yulduz yaqinqi mezgillarda tarqalishchan zukamning ta'siriga uchragan yashalg'anlarga hamdamda bo'lishga aktiv qatnashgan. U yemak-ichmak bilan ta'minlash, mol setib olish va COVID-19 sog'lomlik ushur qo'llanmasini tarjima qilishga yordamlashgan. Bultur Janubiy Avstraliyaning markazi bo'lgan Adlay shahriga joylashgan Ko'chmanlar muzeyining xotira maydoniga Uyg'urlar Janubiy Avstraliyaga eng dastlab 1980-yili Sharq Turkistondan kelgan degan so'zlar uyulgan bir xish obida qo'yilgan edi. Muhojiratdagi Uyg'urlar uchun Uyg'ur degan millat kimligi va Sharq Turkiston degan davlat kimligi bilan bu tarixiy ahamiyatli xish obidaning o'rnatilishida Tangirtog' Uyg'ur xonim qizlar uyushmasi muhim rol o'ynagan edi. 24 mart kuni Amerika prezidenti Joe Biden Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti NATO davlatlari boshlig'ining Ukraina vaziyatiga aloqador jiddiy yig'iniga qatnashgan. Prezident Joe Biden so'zida, agar Rossiya Ukrainada keng ko'lamli qirg'uvchi qurol ishlatsa, Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti buningga eng qadamda javob qaytardi deb ogohlantirgan. Joe Biden Brusselda Yevropa ittifoqi, G7 davlatlar rahbarlari va Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotidagi ittifoqdoshlari bilan bir qator jiddiy uchrashuvlarda bo'lgan. Reuters agentligining xabar qilishicha, u bu uchrashuvlarda qilgan so'zida Rossiyaning G20 davlatlari iqtisodiy gavdasidan qo'llab chiqarilishi kerakligini va bu tirishchilikni qo'llaydiganligini bildirgan. Biroq Amerikaning maydoni Rossiyaning G20 dan chiqarib etilishiga qarshi bo'lgan Xitoyga besim paydo qiladi ekan. Joe Biden shu kuni muxbirlarning Xitoyning Rossiyaga yordam qilganligi va Amerikaning yuqori texnikalik uskunalarini Rossiyaga setib etganligiga oid paket bor yo'qligi haqida savoliga javob bermagan. Biden so'zida, meningcha Xitoy o'zining iqtisodiy kelgusining Rossiyaga qaraganda g'arb bilan texmi qo'yiqligini tushunadi degan. Ma'lum bo'lishicha, bu uchrashuvlarda Rossiyaning ximiyali qurol ishlatish ehtimoliga qarshi tadbirlar belgilangan bo'lib, NATOning bosh sekretari Jens Stoltenberg muxbirlarga qilgan so'zida, Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti yaqinda Ukrainaga ximiyalik, biologiyalik, radiologiyalik, shundoqli yadro qurollaridan mudofialanish uskunalari bilan ta'minlaydi degan. 23 mart kuni Oqsaroyning davlat xavfsizlik maslahatchisi Jek Sullivan Rossiya armiyasi urushni boshlagan bilan o'zlari ko'zlagan 3 nishonning hammasida mag'lub bo'ldi deb ko'rsatgan. CNBC agentligining bu vaqtdagi xabarda aytilishicha, bu 3 nishon Ukrainani bo'ysundirish, Rossiyaning ta'sirini va obro'ini yuksaltirish hamda g'arb dunyosini pochlab ulan texmi ojizlashtirish ekan.
Urush boshlanğılı texi bir ay bo'lmagan bo'lsa-mu, NATO hozir oz degandimi 15 ming Rossiya askarining bu urushda o'lganligini mo'ljallamoqda ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Yolda sudek aktı bizning qanimiz sen uchun ey yurtimiz fida bo'lsin